Xo'p, men sizlarga YouTube kanalimda shu haqida ma'lumot bermoqchi bo'ldimki, yana bir duoni ijobat bo'lishiga judayam katta yordam beradigan zo'r amal. Mana men hozir uyimdan o'sha televizorga Wi-Fi ulangan, shundan prямой efir, Ka'bani prямой efirini ochdim. Hozir u yerda mana soatni ko'rsatib turibdi 15:55. Demak, u yerda 4 bo'lyapti ekan, bizda 6 bo'lyapti shu mahalla. Masjidda hop, ularda 5 dan o'tganda asrga azon chaqiriladi. Ana shunda iqomda duo boshlanadi. Taxminan yarim soatdan oshiq shu nimalar imomlar duo qiladi o'sha yerda. Keyin asrga yana azon chaqirilib, keyin namoz boshlanadi. Ana shunda iqomdagi duoga qo'shilib turish nihoyatda foydasi katta. Shuni sizlarga maslahat bermoqchi bo'lib, shuni xabarini aytmoqchi edim. Hozir hammaning uyida adashmasam Wi-Fi bor, televizorlar bor. Ana shuni qilib ko'ringlar.